Asiya acha, siz o'zingizga lilla baho berib beqing, dedi Sharifa gapning qo'zqallasini qilib. Siz zot qanday xotin? Voy, bu nima deganingiz? Siz yilondan aqlli xotin ekansiz. Nima demoqchi bo'lganligim ko'nglingizga ayon. Siz otamning oldida haqlarning ko'zicha qo'lingizni qovushtirib, hijoygingiz bilan ichingizda to'ng'iz qatraydigan zaharxan ekansiz. Gapingiz bo'lsa uduldan odamga ahonat qilmay. Zehra er chiqmay o'ltirib qoldimi? Qachon erga tegidi? Buning bilan sizning koringiz nima? Nemishqa haqlarga Zehra o'ltirib qoldi, tezroq erga berib atsak bo'ladi degan gaplarni qilib yursiz. Bu gaplarni anglab qo'rqib ketgan Osiyani titrak bosqili turdi. Lekin o'zining boyiqidek gaplarni qilganligi uning yodida yo'q edi.